Kir mashinani tozalashni bilmayman. Negadir kirlarimdan mog'or hidi kelib qoladi. Barabanidan ham g'alati hidlar kelyapti deb yozibdilar bitta obunachim. Shu haqida sizga to'liq tushuncha beraman deb ushbu videoni sizlarga tayyorladim. Ishimizdan avval tegdi suvni bo'shatishdan boshlaymiz. Latokni ham avval tozalab olamiz. Ko'rib turganingizdek latok va qopqog'ida suvdan qolgan xlor izlari yaxshigina qolib ketadi. Lekin ularni siz bavi bilan osongina tozalab olishingiz mumkin. Bavidan bir qoshiqda solib, ustidan qaynoq suv quysangiz, 10-20 daqiqa qoldirib chayib oladigan bo'lsangiz, ko'rganingizdek latoklarimiz ham, qopqoqlarimiz ham top-toza yengidek bo'ladi. Endi qolgan suvimizni bekorga tashlab yubormasdan, kir mashinamizning ushbu joylarini ham yaxshilab yuvib olamiz ko'pirtirib. Hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Endi navbat kir mashinamizning barabaniga keldi. Barabancha oynalarini tozalash uchun bavidan 2 qoshiq solamiz. Kir mashinamizning baraban tozalaydigan rejimiga qo'yib, agar bu rejim menda yo'q desangiz, xlopkdagi 90 gradusga qo'yib yuboramiz. Qarabsizki, kir mashinamiz o'zini o'zi tozalab maza qiladi. Endi kir mashinangiz yengidek bo'ldi, sizga ancha yilga xizmat qiladi.